Kimlar baxtli bilasizmi? Baxt haqida umuman o'ylamaydiganlar baxtlidirlar. Boshqa biror insonni kulgusidan quvonadiganlar baxtlidirlar. Yaqinlarga baxt ulasha oladiganlar baxtlidirlar. O'z xonadonida baxtli yashayotganlar baxtlidirlar. Alloh berayotgan nasibasiga shukr va qanoat qila olayotganlar baxtlidirlar. Boy bo'lish uchun emas, baxtli yashash uchun intilayotganlar baxtlidirlar. Ota-onasi hayotligida ularni rozi qilayotganlar baxtlidirlar. Kimlargadir baxtli ko'ringanlar emas, o'z oilasida chinakam baxt ulashayotganlar baxtlidirlar. Baxt Qur'onni o'rgatganlardir. Alloh yo'lida yashamoqdir o'sha baxt. Siz baxtni qanday tasavvur qilasiz?